Zarba, amaldan o'zma qaytarmoqda. Keyingi zarba. Gol. Gol kirdi. Gol! Aynan mana shu gol lahzasida kichik texnik muammo bo'ldi, lekin birinchi golni ko'rdingiz siz. Penaltidan dastavval darvozabon qaytardi. Chindan ham bu posbon ikkinchi darvozabon o'zining eng yaxshi o'yinini o'tkazyapti Sociedad tarkibida. Lekin bu mavsum eng yaxshi mavsumlardan birini o'tkazmoqda Kylian Mbappe ham. Marrero penaltini qaytardi. Mbappe endi o'yindan gol urdi deb yoziladi. Kylian Mbappe deya kuylamoqda o'yingohda. Arda Güler penaltini ishlab bergan futbolchi sifatida qayd etiladi. Ikkinchisida ham xatoga qaytarishga muvaffaq bo'lgan ekan deyarli. Va bu vaziyatda biroz baribir tajriba ham kerak darvozabonga, ya'ni to'pni penaltidan qaytarayotganda futbolchining o'ziga, ya'ni o'sha maydon markaziga qaytarib qo'ymaslik, imkon qadar yonga yo'naltirib yuborish. Albatta bu keyinchalik tajriba ortidan keladigan holat. 30-gol, 23 ta golni oyoqda kiritgan, 7tasi penaltida.